Agar sizda ozgina bo'lsa ham bo'sh pul bo'lsa va undan qonuniy foyda olmoqchi bo'lsangiz, bu yangiliklar aynan siz uchun. Yangi qonun investorlarga nima beradi? Avvalo, investitsiya qilish imkoniyatlari kengayadi. Hosila moliyaviy vositalar, qoplangan va sekuritizatsiyalangan obligatsiyalar, barqaror rivojlanish obligatsiyalari hamda sukuk kabi yangi kapital bozori vositalari joriy etiladi. Bu esa investorlarga, ya'ni sizga o'z mablag'laringizni o'zingizga ma'qul va tushunarli bo'lgan turli moliyaviy vositalarga joylashtirish imkonini beradi. Tanlov esa ko'payadi. Shu bilan birga investorlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari kuchaytiriladi. Yangi institut obligatsiya egalarining vakili investorlarning emitentlar bilan munosabatlarida huquq va manfaatlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Bu xuddi sizning shaxsiy advokatingizdek. Bundan tashqari dividendlar, foiz to'lovlari, obligatsiyalarni so'ndirish va majburiy qaytarib sotib olish bo'yicha hisob-kitoblarni qimmatli qog'ozlar markaziy depozitariyasi orqali markazlashtirilgan tartibda amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Hech kim sizni aldab pulingizni bekita olmaydi. Natijada investorlar uchun ham investitsiya imkoniyatlari, ham huquqiy himoya mexanizmlari kengayadi. Sizning pullaringiz qonun himoyasida bo'ladi.